Ау, Kerem'ga deyman. Ha. Qanariq ishlayotidi. İfadesi yaxshi. Tirishqan bo'lsa yaxshi. Kerem, Ha, direktor tinchlikmi? Sho'ja tinchlikmi? Bundan sen yoqdingmi? ertadan boshlab rasmiy ish chiqsangiz bo'ladi. Rasma? Nimandaq yaxshi? Rahmat. Lekin yana bir masala bor. Bu layoqatsiz mahsulotlarni sotamaymiz. Material haqqini maoshingizdan tutaman. Bu nallarni uyingizga olib keting. Muborak bo'lsin. Tezda loyiqali xizmatchi bo'la olabsan. Rahmat sizga sho'ja. Siz nima ishga keldingiz? Hay, sizlarni yo'qlab keldim. Sizlarga bir xush xabarni yetkazib qo'yay. Xush xabarmi? Nima xush xabar? Nihoyat chong bir zakaz tushdi. 200 mingdan yoqsizlar. 200 mingdan yaqimizmi? Qandaq vazifani o'rnashga ishonchingiz bormi? Shuji, sizga qanday rahmat aytishimni bilmayapman. Hay, nimaga tuzit qilsiz? Nonni obdan yiqib, xeridarni rozi qilsanglar xushal bo'laman. Shuji, buningda xotirjam bo'ling. Ma'qul. O'tiribnim ko'rib boqaylik. Ma'qul. Ha, Kerak. ma'qul. Ondaqda obdan ishlang. Ma'qul. Xo'sh, sho'ja. Yeah! Bu nonni qanday qilaman? Voy, direktor tinchlikmi? Bugun savdongiz yaxshimi? Bo'p qoldi. Direktor, bu yerda nima qilyapsiz? Xizmat vaqtida bu yerda turmay qayerda turman? Hey, Ha? nima qilyapsan? Men Menga yordam qilgin. Mening nimandaq tez yetildi? bu yerda nurg'un yemekliklar bor emasmi? Hammalarning nom bilan tang yigisi bor o'xshaydi. Bu ajab qalamga kelmabdi desa. Nadim birni beri. Akila. Hey, bu nonni qanday sotingiz? 10 yuanmi? Tam yaxshimi? Yaxshi o'qiyman. Bo'ladi ekan. Mana bu mening yo'lim. Nima yo'l? Kelgusida vali bosh direktor bo'ladigan yo'lim. Nonning pulni ber. 5 yuan. Qaymag'ira. Bundaq astoydil nima qilyapsan? Men senga bir xush xabarni dey. Nima xush xabar? Boy bo'ladigan yo'lni topdim. Vaqt kelganda butun kechki bozorni setib olaman. Rasma? Rost. Yaxshi bo'ldi. Undaqda men Chazning do'kondan atgan choy ichib hayajonimni besib olay deb ketmisan yana. Hey, Aynur, keldingizmi? Bargan seri chiroyli qilib ketib yetibsiz-ku. Rasma? Ras. Siz amroq atgan choyni tayyorlab qo'ygan. Telefonni deyishgan ishni unutib qolmang, Ha, ha? ma'qul. Sana dedim-ku, singlim ishqinglarga fursat yo'q. Bo'ladi, ko'rishimizda gazap emas. Nimaga yig'laysan? Yig'lamadim. Bak ochiq keldi. Bo'lmasa ikkalan birlashib changizni yo'q deydiydimi?